Bak. Tuz bilen kahvaltımız sak bolgandan keyin bu qo'rma hazır qo'rruqni bir yerga yeb qoldi. Endi azroq bir qo'shqaydek jonli, ya'ni ketin suvi. Anadaki azroq achchiq suv. Anadaki suv. Suvni endi mush etadigan lamponniki oziqligiga asosan quyamiz. Bu qaynab chiqishiga anadaki bir tal tuxumni chiqib aralashtirib to'kib qaynatsak bo'ldi. Hama qo'rimizning suvi qaynab chiqqandan keyin buni tuzini tetib olib, endi mana tuxumni bir tal tuxumni aralashtirib to'kimiz. To'kkan vaqtda istik pishib qolmasligini oldin olish uchun aralashtiramiz. Tez aralashtiramiz buni. Mana bu shaklda pishadi bu. Andan keyin mana bir qoshiq kraxmal unimizni suvda eritib olganda qo'yildirish maqsadida buni to'kimiz. Buni endi qaynab chiqishini kutamiz. Bu shunday bir chiroyli bir aralashma bo'ldi bu. Ishki qaynagandan keyin alsak bo'ldi. Bunun soğuşunu kütümüz mü kızlar? Soğuşunu kütüp anandan keyin lamponun üstüne koyup bezesek buldu.